Саламатсыздарбы? Биз Улуу элдин урпактары деген эл аралык чоң бир кайрымдуулук фонд бар экен. Ушул фондго сиздер сурамжылоо жүргүзгөндө сиздерди мыкты инсандар катарында баалашып, сиздерге арнайы бир төш белгилер берилген экен. Ошону сиздерге тапшырганы келдик. Ушу Акбар апа Кадилжан калк кадырлаган инсан деген төш белги менен сизди сыйлаганы жатыктыр. Улуу элдин урпактары ушул төш белгини сизге тапшырып коюуга уруксат этебиз. Rahmat. Kırgızistan eliga chin yurakdan xizmat qilamiz. Акбарова Мазамжан эже сизге ардактуу апа деген наам ыйгарылыптыр. Анткени 8 баланы татыктуу тарбиялап, баардыгын өзүнүн уясына кондуруп, татыктуу билим алдырып, өздөрү менен өздөрүн кылып иши кылса баардыгын өз ордуларын таапсыз. Ошол үчүн сизди ардактуу апа деген төш белги менен сыйлап коюуга уруксат этиңиз. Сыйыңыздар кут болсун. Өмүр жашыңыздар узак болсун. Ушу балдардын жакшы күндөрүн оозурун көргөнгө Кудай насип кылсын. Бактылуу каарлык каалайбы сиздерге. Sizlerge hem katta rahmat. Kam bulmaylar. Men Akbarova Kадилжан 1944-yili Жаңынауқат айылында төрөлгөнмүн. Şu 52-yili maktabga kirib, 62-yili maktabni жақсы nimamdan bitirganman. Bundan keyin şu Frunze derdi. Hozir Bishkek, şu yerdagi kooperativniy texnikumda 3 yil o'qidim. Şu yerda tovarovet, pромышленный продовольственный tovarga tovarovet bo'lib shu yerda specialist olib, u yer bitirgandan keyin meni karvonga ishga jo'natishdi. Karvon sirposiga. Şu yerda men tovarovet bo'lib ishlab yurdim. Armiyaga borganim yo'q edi. Şu vaqtda meni armiyaga chaqirib, armiyaga olib ketib qoldi. Shunda men mana bu Primorskiy krayda, Pogranichniy rayonda, Ussuriskida xizmat qildim. Meni komandir chaqirib, qanday specialisting bor deb mendan so'radi. Men shunday nimani butganman, falon yerda, shu yerda tovarda bo'lib ishlaganman, продовольственный промышленный bo'yicha. Dokumentning kopiyasini ko'rib turib, meni продовольственный skladga qampachi qilib qo'ydi. 2 yil ana shu yerda davlat skladda yaxshi ishlab, komandirlarda aytganini qilib, службадан keyin menga dembel qilib jo'natishgan bu yoqqa. Shu yerda ko'p haldaga pachunni grammatlar oldim, bilaynasalar bo'ldi. Mening nomimga hech qanday narusheniya bo'lgan yo'q. Hammasi hurmat bilan meni jo'natishdi bu yerga. Bu yerga kelgandan keyin buna rayboga ariza yozib, armiyadan keldim, yaqinda shu yerda ishlayman dedim. Rayboning raisi magazinda ishlaysizmi yo общепитda ishlaysizmi deb qoldi. Общепitda dedi 15 kun ishlab 15 kun dam oladi degan so'z qildi. Общепitda direktorga meni tayinladi, meni ishga oldi. Stroy bufetida 3-4 yil ishladim. İşleganimda meni otamning xabari yo'q edi. İşlaring yaxshimi, nima ish qilyapsan deb so'radi. Men otamga aytdim, men bufet ishlayapman, shunaqa ish qilaman, odamlarga aroq quyib beraman, vino quyib beraman dedim. Ya bu ishini tasha dedi. Bu elga bo'yt dedi. Elda aynityapsan ekan dedi. Undan ko'ra bekor yuraver dedi. Dokumentini olib chiqdi, meni otam tushungan odam edi. Davlat ishida ham ishlagan, mana islom nimasida ham yaxshi ilmim bor edi. Unda chiqqandan keyin nima qilish kerak? Ishi yo'q. Eldi qo'yini olib, bir cherik topib, 1,5 yil qo'y boqdim 1 yil. To'da qo'yni boqib, egalarga yaxshi topshirib buni. Shu yili bolalarimga men to'y qildim. Hali qo'yni
bitta qo'y unda üstümüdü. Keyin geliyem el talep oldu. Koyumuzu bak verirsen yok endi bakmayman dedim. Unda selsevetge kirip selsevetde kasırlık nimasi gelmey işe alıştı. 2 yil kasır bol ishladim bu yerda. 2 yil kasır bol ishlagandan keyin Noqatda meni Raykom profsovizga chaqirishdi. Institut revizor bo'lib ishlab berasiz deb. Bu yerda 1 yil ishlaganimda Sohibani sentrida o'sha Tog'tayda bir katta obyekt tushayotgan ekan. Men haliga qiziqdim, buni qanaqa obyekt tushyapti ekan deb. Bunda qarasam bir o'shdan Obisполком ishtab Grajanskiy oborni nachalnigi polkovnik Fursov degan odam kelib qoldi. Nalik polkovnik bilan gaplashib turib, bu obyekt qanaqa bo'ladi desam, bu yer Grajanskiy oboron bo'ladi, katta joy bo'ladi bu yer, Obisполком sklati bo'ladi, SMB'li sklati bo'ladi, bu katta sekretli obyekt bo'ladi dedi. Men yaqinda shu yerda ishlasam bo'ladimi? Meni ispitsalisam shunaqa desam, "Пожалуйста" dedi, "Bemalol ishlayverasan" dedi. Dokumentini olib hozir kirgizib qo'yaman dedi. Raykom profsovizda raisiga tushib, shunaqa ish chiqyapti, iltimos meni bo'shatib qo'ying deb, Turdovoy kinishkani olib chiqib, shu polkovnik bilan gaplashib yerga ishga 81-yili kirdim. Shunda stroga bittasi butaydi o'da, bir donasi. Shundan keyin shu yerda zavskovat bo'lib, qambachi bo'lib ishlashni boshladim. Men ishga kirganimda hamma yo'q tosh, shunaqa shog'al yer edi. Shu yerda 40 yil, 41 yil ishladim. Bu davlatda imishtasini hamma yo'g'ini yaxshi saqladim. Bir aynitmadim, yo'qotmadim. Bitta davlatda bitta yinasi ham ispiskada bo'lgan bo'lsa, uchotda bo'lgan bo'lsa, qachondirki buni so'rab oladi. Men buni yaxshi bilaman. Mana hozirgacha shu bolalarimni tayyorlab, pensiyaga chiqib, mana 1-2 yil bo'ldi, o'g'limga topshirdim. Bu o'g'lim ham vishya obrazovanniy edi. Hozir men onun ishlayapti hozir. Atam Akbar Bahodirjondi, men o'g'illardan katta o'g'liman. Biz 7 bir tug'ishganmiz. 7 bir tug'ishgandan bir cho'ng ejam bor, undan keyingisi menman. Biz dadamizdan ko'p hunarlar o'rgandik. Mana misol uchun, men hozir shu o'zimga hunar qilib, shundan o'zim non osh topib yetganman, dargerlik, men el bilan ishlayman, narodiy meditsina bo'yicha. Buni 99% bizga otamiz o'rgatgan. Biz yoshligimizdan boshlab shu otamizdan shu narsani o'rganib keldik. Yoshligimizdan boshlab bu narsa bizni qon-qonimizga singib ketdi. Qaysi cho'p, qaysi nimaga dori, qaysi cho'p qaysi vaqtda pishadi, qanday misol uchun tomirini kerak bo'ladimi, bizga bagi kerak bo'ladimi, guli kerak bo'ladimi? Shularni biz yoshligimizdan cho'g'itib, tayyorlab o'rganganmiz. Endi qo'shimcha biz yana keyin namushniy meditsina bo'yicha, narodiy meditsina bo'yicha biz olimlardan shu narsalarni qaytadan yana biz o'qib chiqdik. Baribir aylanib kelib shunga taqalar ekan. Endi buni biz dadamizdan oldin cho'ng otamiz ham, tayatamiz ham bu narsani qilib kelgan. Endi biz pichalovatligimiz hisobiga bizda umrimiz yarmi tog'da o'tadi. Nimaga shu? Arim bilan biz tog'da yuramiz. Keyin biz shu asallarning mahsulotlaridan dorilar tayyorlaymiz. Bularni ham har birini tayyorlashlarda shu otamizdan o'rganganmiz. Endi shu otamiz Akbar Bahodirjondan endi men hayotda qanday yashash, kimga el bilan qanday muomala qilish, elni qanday qilib davolash, kimga qanaqa muomala qilish, bularni hammasini shu otamiz o'rgatib keldi hayotda. Shu 40 yil ichida buning ichida bir tub daraxt yo'q edi. Bir tub daraxt. O'zim planovka qilib, qayerga nima ekish kerak, nimani ko'kartirish kerak, har bir daraxtga tashqaridan turpoq olib kelib, ekskavarda kavlatib, har xil mevali daraxtlar ekkanman. Hozir kimiki kirgan bo'lsa, biz jannatga kirganday bo'ladi. Har xil mevalardan bor. Olma ham bor, o'rigan bor, siliva bor, olmani turidan bor, uzum bor, anjirgacha bor. Kirgan odam havas qiladi. Kirgan odam shu mevasini tatadi. Men shunchalik butun mehnatim shu yerda qolgan. O'zimni butun kuchimni asharga sarf qilganman. Mana shu Qirg'izistonda bayrog'i ko'tarilishiga, Qirg'iziston uchun bola chaqamdan men shu yerda xizmat qilgan odamman men. Bar bolalarimni ana shu yerda tarbiya qildim. Undan boshqa mana dadamiz, otamiz mana katta arichi edi. Davlat ishida ham ishlar edi. Islom nimasida ham imom bo'lib turar edi. 43-yili bitta arish bo'lgan ekan.
43-yillar urush vaqtida armiyalarga zagatavitel bo'lib bu yerda o'rik quritib, olma quritib frontga yuborgan. Ash vaqtida. Undan keyin Yangiovqat xalqini boqqan, pekarni qurib, Yangiovqat xalqini. Shunda bitta ari shovali shundan ko'paytirib, bundan kolxozga ariq bergan, bular qilgan shuna qilib arini 80-yilgacha olib yegan. Unda 80-yili men qaridim bolam. Mana bolalar akademik hammasi o'qishda, birov ari qarashga nimasi yo'q. Shungacha men orqasidan dadam yerdan qilib yurardim. Endi sen buni eplaysan, seni bola chaqangga buyursin. Bu ari seni ham boqadi, elni ham boqadi. Bu 7 xazinani bittasi. Shunga yaxshi qaragan bo'lsang, sen murodingga yetasan. deb menga nasihat qilib arsini bergan. Allohga shukr. Shundan beri bolalarim bilan birgalikda hozir mana 400-500 sarim bor meni. Hozir shukurlarda. Hammamizni ham boqadi. Tapchilikda men arlarda yurganimda meni otam buni shunaqa nima edi. Ko'p cho'plarda, u ham tog'da yurganda topgan shuni. Shunda mononga dori, mononga dori, monondaqa shifobaxsh o'simliklar manaqa yerda o'sadi. Misol uchun bangi divona deydi. Bangi divona degani bu u ham bir gulga o'xshab o'sadi. Jalparog'i uzun bo'ladi. Guli har xil bo'lib turadi guli. Uni bagini qayerga yara chiqqan bo'lsa, ichida yiring bo'lgan bo'lsa, haligini suv qurib tortib oladi. Bu go'yli yerlarga chiqadi. Chiqadigan yergacha menga ko'rsatgan. Unda burma qora deydi, bu shog'ollarda bo'ladi. U tevalarda, shog'ol, sovuq yerlarda bo'ladi. Bo'znosh deydi, bu sara kasallarga dori. Burma qora mana u qon tozalashga dori. Qizilmiya deydi, bu ham qon tozalashga dori, tomiridan kavlab olinadi. Iloji bo'lsa, yerni 1 metr kavlab turib, unga bir de tomirini qirqib bakarashga qo'yib qo'yiladi. Haligi suv oqib turadi. Shu nimalarni ham biz qilganmiz. Shuni otangizdan o'rgangansizda? Otamdan o'rganganman. Otam ham tash tog'larda, arida yurganda shu ko'p odamlarni lisheniya qilgan, dam solgan, u ta'bligini birovga bildirmagan. O'zi shunaqa cho'plarni menga aytib yurardi. Unda kitobi bor edi. Mana bu nima? Mononga dori. Shu kitobidan ko'rsatib turar edi. Endi buni hesobi yo'q. Ne to'g'ri el. Mana shu bir xilga haligi otvozlar bor. Otimga kasal tegyapti. Mana qo'lyapti. Mayerni ishib chiqyapti deb ham kelishgan bir vaqtlarda. Ot qimmat narsa ekan. Shulargacha men dori berganman. Keyin men o'zim sanasiyatini ari qaragandan keyin mana shu o'g'lim meni yanimda yurgan, Muhiddin. Buni o'zini yakka toqqa tashab kelardim. Yanida molchi ashu o'zini molini olib chiqqan hemchilar bor edi. Turklar. Shularni yaniga qo'yib kelardim. Shuni qizlarim bilan men nimalarga chiqib ketardim tog'larga. Ne orqamdan erishib chiqib borardi. Bu ham qiziqardi shunaqa narsaga. Men borguncha men ishxonada ishlayman-da. Shanba bozor kuni men bo'sh olaman, shanba bozor kuni o'g'lim boldiga boraman, ish tayinlab kelaman, samasiyatdan ari ham qaraydi. Bo'lak ishni ham qiladi. Haligi aytgan cho'plarni ham iloji bo'lsa topib keladi. Bu ham tayinlab, bu ham qiziqqan edi. Mana bunga ham Alloh berdi. Ko'nglim to'ladi. Roziman bolalarimdan, hammasidan roziman. Bola bir xil bo'lmaydi ekan. Bola har xil bo'lar ekan. Biri bunga qiziqar ekan, biri bularga qiziqar ekan. Birini peli biriga to'g'ri kelmaydi bularda. Endi shularni murosa qilib, hammasini mana shunday qilib kelaman-da. Har doim bularga nasihat qilaman. Qancha bolangiz bor? 8 ta bolam bor. 5 o'g'il, 3 qizim bor. Allohga shukr. Nevaralarim bor, 28 ta. Chevaralarim bor, ashuncha. Endi hali hech bir odamga bir yomon bir nima qilmadik, birovdan bir yomon so'z eshitmadik. Hammadan mana rozichilikni olib kelyapmiz, elni, yurtni, xalqni rozichiligini olib kelyapmiz. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Avvalambor men shunday otani, onani farzandi bo'lganimga Allohga rozichilik bildiraman. Allohga behisob shukr bo'lsinki, mana shunday insonlarda farzandi bo'lib tug'ilganimga. Nimagaki bu hayotda bizni birinchi o'chirda mana Allohni tanitdi, haq to'g'ri yo'lni ko'rsatdi.
Qur'onni o'rgatdi, to'g'ri yo'lni bizga tanlashda o'rgatdi. Endi biz ham mana shu otamiz o'rgatganni farzandlarimizga o'rgatib kelyapmiz. Endi bizga bu mana cho'ng otamizdan bizga bo'lib qolib kelayotgan, bu hali saltdan saltga qolib kelayotgan bu bizga hunar bu. Endi mendan keyin yana ukalarim bor, singlarim bor. Endi bular hammasi o'zining yo'lida. Bir ukamiz o'sha otamizning hunarini olib, o'sha davlat ishida ishlaydi. 41 yil otamiz o'sha bitta ishda ishlab, o'sha ishini mana hozir yana ukamiz davom ettirib ketyapti. Yana ikki ukamiz u ham otamizning hunarini qiladi, fermerlik qilishadi, dehqonlik qilishadi. Biz ham otamizning hunarini qilib, otaning hunarini qilgan kam bo'lmaydi. Mana shu tibbiyotda biz olib ketyapmiz. Endi biz akalar hammamiz shu otamizning hunarini qilib, pichalovatligini qilamiz. Ya'ni biz pichalovatdan shug'ullanamiz. Bu bizda semeniy biznes. Endi bolalarimiz ham shu arin orqasidan yurib nima qilishyapti. Lekin biz mana dunyoviy ilmdan, shu Qur'on ilmidan hammamiz harakat qilib, kuchimiz yetgancha shuni o'qib bilishga harakat qilyapmiz. Bularda hammasini olamandağı arı olib ketaman. Hammasiga vazifa beraman. Mendan mana qilib qo'raysan deb. Kelajakda shular ham shuni o'rganish kerak. Arina. Kelajakda shular ham oila boqish kerak. Shu aridan foydalanish kerak. Ari o'zi bir shifo narsani eng cho'qqisi degan narsa. Ari. Har qanday kasalga davo asalari. Chaqqani ham davo, buni asali ham davo, bunda propolis bor. Pilsasi bor, matishni malakosi bor. Bundan qancha odamlar kelib foydalanib ketadi, so'raydi, iloji boricha shularga beramiz, aytganni qilamiz, elda aytganni. Biroz jalb qilib kelgan emas shu vaqtgacha. Ari to'g'risida. Shu nevaralarimdan bir kompaniya bo'lib arqonaymizsa, hozir 400 ta 500 ta arim bor meni. Siz bosib o'tgan shuncha yo'lni bosib o'tdingiz-da. O'shadan rozisizmi? Roziman men. Roziman. Endi bolalarimni ham shunga o'rgatyapman-da, nevaralarimni ham. Shularni ham nimasi butun bo'lib qolsin deb. Ular shulardan bir hunarga o'rganib olsa, meni ko'nglim to'qiladi. Men shulardan rozi bo'laman-da. Xohlagan mana bu islom nimasi yo'q deyapman madrasalarda. Xohlamaganini ariga o'rgatyapman. Endi qariganda shuda bizdan nima bular hech narsa yo'q. Ammo Qirg'iziston uchun hammamiz xizmat qilamiz. Xizmat qilib kelganmiz. Meni bolalarim ham, nevaralarim ham xizmat qiladi. Qirg'iziston bayrog'ini ko'tarishga. Men har doim tayyorman Qirg'iziston uchun. Sabab men Qirg'iziston nimasi yashayapman. Qirg'iziston nonni yeyapman, men suvini ichyapman. Shu eng yaxshi joyda o'tiribman. Jannat joyida o'tiribman. Allohga shukr, bunga shukr keltiraman. Endi Allohning o'ziga shukr bolam. Hayotimda hech o'kinmayman. Nima deganingizda bu yaxshi oilaga tushganman. O'zimiz ko'pchilik qiz bo'lganmiz. Meni otam cho'pon bo'lgan. Billa otam bilan qo'y qaytarardi. Biz ham billalashib qo'y qaytarib yurib, inna keyin nasib ekan shularga oila qurdim. Endi Allohga shukr. Qaynatam ham yaxshi bo'lgan. Bu cholima otasi ham yaxshi bo'lgan, katta qori kishi bo'lgan, buysi ham yaxshi bo'lgan. Yo'sh kishi bo'lgan. Yine o'zi keyin nima oila qurmay, bola ko'rmay, bular o'tib qolgandan keyin shu Qortog'iga tekkan ekan.
Keyin meni ham bola ko'rsam, bolalaringni men boqaman. Sen hech nima qiyinchilik ko'rma. Mana ishlaringni qilaver deb non pishirib berganimga so'ynishardi. Kirlarini yuvganimga so'ynishib, uylarimni pokiza qilyapsan deb so'ynishib, shu bir ketim bolalarimni tuqqanman-da. Shundan keyin bu kishi bir katta ishlarda ishlarida o'qib kelib, ular oilasi o'qimishlik ekan. Meni ota-onalarim kolxoz molini qaytarib, qo'yini qaytarib deng, shu qo'ylar kolxoz qo'ylarni julini olar edi. Biz shu otamdan erchi yurish oilaga tushganman endi. Bular keyin birda hammasi yaxshi hayot qilishar ekan. Meni otam tog' toshda yurib hayot qilsa, bu kishi qori kishi ekan deng. Arilari bor ekan, arilariga qoraytda o'tirib kitob o'qiydi deng. Xudo meni ham farzandlarim shularga o'xshasa, shu dadamga o'xshasa der edim. Endi Allohga shukr deng. Odam yaxshilikka intila olish kerak ekan. Yaxshilikni o'ylab, yaxshilikka intilish kerak ekan. Bari bolalarim, Allohning o'ziga shukr, 4 o'g'lim bo'lsa, 3 ta qizim bo'lsa, bari ichmadi deng shu o'g'lilarim. Chekmadi, hayotga intiluvchan bo'ldi. Biri uni qilsa, biri buni qilib, shu bum hali qarib qolgan oila ekan. Kelsa, men keyincha kelin bo'lib kelganman-da bu oilaga. Amin bolam, shu 4 ta o'g'lingdan ko'rgin. Amin, duo olish kerak ekan katta yosh yutgan odamlardan. Amin, men shu 4 ta o'g'ling 4 burchakdan olib kelsin. Shunda bizga xizmat qilib turibsan. 4 ta o'g'ling 4 burchakdan 4 tomondan olib kelib qariganingda hech qiyinchilik ko'rmagin. Shular bolalaringga aziz bo'lgin. Shunda chiroyli qilib tarbiyalab shu bolalarni oyog'iga yetkizginki, eliga, yurtga xizmat qiladigan bo'lsin deb hali 100dan o'tgan kishi ham qo'llari titrab duo qilardik. Hali duo bersa so'yinaman, taman battardan ularni kuch-quvvatim bor ekan, yaxshi qilib ko'raman, bum unda deng. Bu bari tarbiyadan-da. Men birda bolalarimga, nevaralarimga nasihat qilib turaman. Bolangni yaxshi tarbiyala, to'g'ri yo'lga boshla, buni o'qit, bo'sh qo'yma deb. Mana Allohga shukr, bitta nevaram hozir universitetda chet tilidan dars beradi. Yaqinda aspiranturani bitadi. Bitta nevaram Qozonda Neft-gaz universitetini bitib, Amerika bilan menejer bo'lib aloqa qiladi neft bo'yicha. U ham aspiranturada o'qiydi, yaqinda bitadi. Bitta nevaram Arabistonda Al-Asqar universitetida dars beradi. Mana 6 yil oldi borganiga, hozir shu yerda muallim bo'lib dars beradigan bo'lib qoldi. Bitta nevaram mana bu Qozog'istonda Turkiston universitetida, mana Turkiya hamkorligida medinist o'qiydi, 6-kursda bir yil. Nevara qizim bo'ladi u. Nevara qizim. Men shulardan ham roziman. Keyingi nevaralarimni ham hozir mana liseylarda o'qityapman men. Mana Muhdinning qizini, bo'laylarini ham liseylarda o'qityapman. Shularning kelajagi yaxshi bo'lsa, shular Qirg'izistonimizga xizmat qilish uchun o'qityapman men. Mana shu halol mehnat qilsin, xizmat qilsin, elni yaxshi tomonga boshlashga men har doim tayyorman. Har doim nevaralarimga shunday nasihat qilaman men. O'tirganda ham, turganda ham yaxshi bo'l deb. Kameraga qarab. O'rtog'iga qarana. Aylanib.